alaykum, hurmatli aziz do'stlar, hurmatli muhtaram mehmonlar. Assalomu alaykum, xonimlar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Yaxshi niyatlar, qutlug' qadamlar, pokiza tilaklar ila bunday chiroyli koshonalarga qadam ranjida aylagan ikki tomon quda andilarining eng yaqin aziz insonlari. O'tar o'tmas kelin-kuyovlarimizga otalik, onalik nomi musharraf bo'lganda mana shu barcha aziz muhtaram mehmonlarimiz bilan birgalikda qatorlarimizdan kam bo'lmasdan didor ko'rishlik nasib ro'za aylagan bo'lsin deymiz. Yoshlarimizga albatta o'z o'rnida baxt tilagan holda sevgi, muhabbat, abadiy hamrohingiz bo'lsin. Biringizga o'g'il, biringizga qiz muborak bo'lsin. Bugungi kun bilan sizlarni chin qalbimizdan qarsaklar, yo'jo'ralar, bardavom qarsaklar. Bizlardan o'qib tabriklab qo'ying kuyovlik libosi yarashib turgan farzandingizni. Ana shunday salomat bo'lsin. Aziz muhtaram mehmonlarimiz esa chiroyli qarsaklarni qarsilab sharaf qo'yishadi.